Uzunligi 60 metr, eniga 21 metr. Professional svarchik akalarimiz ana tomda yopishib beryapti, juda ham baquvvat materiallardan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqarasiz. Hattoki pusto yerda o'zini ko'rsatsalar ham ustunlarni qo'shib, tomlarni yopishib berishaveradi. Xo'sh, materialiga keladigan bo'lsak, masalan, mana firmamiz uzunligi 21 metr, konteynerda eshik bozi qalinligi 2,3,7 bo'ladi. Mana bu kashaklari esa konteynerda lagasi, bularimiz qalinligi 4 mm bo'ladi. Xo'sh, bu narsani ustakalarimiz o'zlari, hamma yo'q o'zlaridan ustaxonalarda yasashib kelib, shu yerga uстановка qilib, mana profinastillarni ham qoqishib berishadi ekan. Xo'sh, 1 kvadratini bitishi, sog' bo'ling. 1 kvadratini bitishi qadrdonlar hamma yo'q ichida ketyapti turgan firmasi, reykasi, profinastili bilan birga 1 kvadratini bitishi 230 ming so'mdan. Agarda yo'q, menga faqat firmani to'qib, shiferini o'zim alohida olib beraman desalar, shiferini olib berishadi alohida. Unda 1 kvadratini bitishi qadrdonlar narxi 160 ming so'mdan. Agarda joyingiz eniga o'sha 20 metrdan 25 metrgacha bo'ladigan bo'lsa. Agarda sizga firmalarda o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, firmalarda har xil variantlari bor. Eng arzoni, masalan, 10 metrgacha qo'ysa bo'laveradi. Narxi 125 ming so'mdan boshlanib, bu yoq 32 metrgacha variantlari bor. Ularimiz narxi 360 ming so'mgacha. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha. Ustakalarimiz manzillari Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kaminterna qishlog'ida shunday yonginasida Qoratepa qishlog'idan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mehnatga ustakalarimiz mehnatini qadrlab, bitta like bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, kimgadir juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Tamom.